Xasbek, bugun Abdulla Ahad akani bo'ktiramiz. Qani bu liboy ovqatni yeb tashayman deyapti. Bosim bog'ani bir qurt tobasini yeb ko'rsinchi. Assalomu alaykum Abdulla Ahad aka. Qani bir tojikcha bir qurt tobani yeb ko'ringchi. Buni o'zini firmenli sariyog'i bor. Bu qurtobani yegani Tojikistonga boraman dedim, Bosim boboda bor ekan-ku. Bosim bobo mishqoymog'idan ham yeng. Kim novoz ishtilyapti? Qani berayotgan murojangni. Mana sizga mishqoymoq. O'tirganga kichkina ko'ryapmanmi? Voy. Bismillah. Dupur. Vay, bismillah. Bosim bobo murojangni ham yorib orar ekan-ku. Vay. Shuncha narsadan keyin mohitto ketadi-yu. Alhamdulillah.